Biz ayollar ta'ziyaga borganimizda ba'zi joylarda tahlil etishmoqda, ba'zilarida esa astag'firulloh aytilmoqda. Yana ba'zilar mayit uchun salovat aytish kerak deyishmoqda. Agar hech narsa aytilmasa, dunyo gapi bilan mashg'ul bo'lib qolinmoqda. Shuning uchun mayitga naf tegishi uchun qanday zikrda bo'lishimiz lozim? Bismillahirrohmanirrohim. Darhaqiqat bir ta'ziyaga borgandan keyin hali janoza vaqtiga biroz muddat bor. Bunaqa paytda biz shu vafot etgan birodarimizga yordam qilishimiz kerak. Yordamni mana yuqorida aytilgandek, ya'ni bir qancha tahlil dedilar, istig'for dedilar, salovat. Bunga qaysi birini qilsak ham u mayitga yordam bo'laveradi. Lekin bir ishni afzali qaysi degan masalani so'rayaptilar bu yerda. Ulamolar aytadilarki, bunday holatda afzalu zikr, ya'ni tilovatul Qur'on degan, ya'ni zikrlarning eng yaxshisi Qur'on tilovati deyiladi. Ya'ni borgan odam hali demak janozaga ozgina vaqt bor, kutib o'tirish kerak. Bunaqa paytda agar Qur'on o'qishni biladigan bo'lsa,